Dam olish kunlaridan boshlab O'zbekiston viloyatlariga yana qorli va sovuq qahraton kunlar qaytmoqda. Fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Dam olish kunlari respublika bo'ylab vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir-qor bo'lishi kutilmoqda. Bu haqida O'zgidromet agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, shanba va yakshanba kunlari havo harorati keskin soviydi va 0,5 daraja sovuq bo'lishi ma'lum qilindi. Shamol g'arbdan o'rtacha tezlikda respublika bo'ylab ba'zi joylarda esa tuman tushadi. Tog'li hududlarda vaqti bilan qor yog'adi. Qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan. Poytaxtimiz Toshkentda bugun juma kuni kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi, harorat esa 1-3 daraja iliq bo'ldi. Shanba va yakshanba kunlari qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'ladi. Tuman ham tushishi aytilgan. Yakshanba kuni kechasi va ertalab biroz qor yog'adi, tuman tushishi kuzatiladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi va kunduzi 2 daraja sovuq bo'ladi, deyiladi xabarda. Videoroliklarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga ham yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.